Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, biz yangi bir qiziq loyihasini boshladik. Ushbu loyiha doirasida tarixiy, mantiqiy va joy nomlari bilan bog'liq qiziqarli savollarga javoblar topishga harakat qilamiz. Bu borada yurtdoshlarimizning fikrlarini o'rganamiz va albatta mutaxassislarning fikrlarini berib borishga harakat qilamiz. Biz hozir guvohi bo'layotganingizdek Qo'qon shahrining ramziy markazida turibmiz. Dastlabki savolimiz ham aynan shahar haqida. Ya'ni nima uchun shaharga Qo'qon degan nom berilgan? Universitetda ham yaqinda shu nima bo'ldi, lekin aniq ma'lumotga hozir esimizdan chiqib qoldi. Xudoyorxonlik bo'lgan aka bu yerda. O'shanga. Qo'qon, keyin Qo'qon shakliga kelganda to'qayzorlar bo'lganda qadimda. To'ng'iz ko'p yashagan ekan bu yerda. Xo'k deydi to'ng'izni tojikchasiga. To'ng'iz ko'pligini xo'kkon degan. Har xil izohlar bor. Endi eng ilmga to'g'ri kelgani ikkita. Bittasi Xuqand, Shamol shahri. Ikkinchisi Xubqand, yaxshi shahar. Shu ikkoviga mutaxassislar kirishdi. Shu ikkitadan ikkovi ham bir-birini inkor qilmaydigan nomlar. Mahalliy tarixchi va arxeologlar orasida Qo'qon shahrining yoshi 2000 yildan ortiq degan taxmin mavjud. Qo'qonning 18-asrgacha bo'lgan siyosiy tarixi haqida ma'lumotlar juda kam. Qo'qon podsho Rossiyasi qo'shinlari tomonidan zabt etilganida Qo'qon xonligi arxivining ko'p qismi olib ketilgan. 1709-yilda Qo'qon xonligi tashkil topgach, 1711-yilda Eski Qo'rg'on qal'asi o'rnida hozirgi Qo'qon shahriga asos solingan. Xonlikni jami bo'lib 16 ta xon boshqargan. Shundan Irdona 2 marta, Xudoyorxon 3 marta taxtga ko'tarilgan. Xonlik rus qo'shinlari tomonidan ishg'ol etilib, Turkiston general-gubernatorligiga qo'shib olingach, Qo'qon shahri Turkiston general-gubernatorligining Farg'ona viloyati ma'muriy markazi bo'ladi. Viloyat markazi Yangi Marg'ilon, hozirgi Farg'ona shahriga ko'chirilgandan keyin Farg'ona viloyatining Uyez shahri, so'ng vodiyning eng yirik shaharlaridan biri bo'lib qolgan. Hozirgacha Qo'qon Farg'ona viloyatining tarkibidagi shahar hisoblanadi.